Abu Bakr, sen bilan bugun mana seriozli gaplashib olishimiz kerak. Mana ayang yo'q, ikkalamizmiz. Mana tug'ilganingga 2 yil bo'ldi, ha, Abu Bakr? O'g'lim, uxlagin kechasi. Mana ayang bilan 2 yildan beri bir tuzuk uxla olmayapman-da. Uxla. Kechasi soat 5-6 tura olmagin, 2da 1da tura olmagin. Kelisha olamizmi? Shuni uxla olaysan, mana uxlay. Sening bor, u ham uxlamaydi kechasi bilan. Nimaga uxlamaysizlar? Nimani o'ylaysizlar kechasi bilan? Nima? Qarzing bormi kimdandir? Mommang bormi? Hech nima bo'lmasa uxla. Soat 11 dan uxlashga kiringlar xonangizga. Ha, endi sizlarni dunyoga keltirganim mana aybim bo'lyaptimi? Shunda nima bo'lyapti? Uxlamaysizlar-da, kechasi bilan uxlamaysan. Turib olaverasan. Ertaga sen ham ota bo'lasan, sen ham tushunasan mani. Uxlaysanmi? Ya, yana demagin. O'g'lim, sen ham o'g'il bolasan, men ham erkakman. Menda nima qasding bormi? Men ham uxlay bir ayang bilan mazza qilib bir 2 yil ichida uxla olmadim, shu mazza qilib uxla olmayapman, sen shu tug'ilding, shu uxlatmayapsan bizani, kechasi bilan yig'lab chiqyapsan. Seningga gapirganning foydasi yo'q, endi u qiz bola, inson o'g'il bolasan, sen tushunasan-ku, meni, to'g'rimi? To'g'rimi? Uxlash iloji bormi? Yo'q. Ha, ertaga sen ham ota bo'lasan-ku, o'shanda ko'ramiz, o'shanda dadam o'shanda BMW mashinada ketayotganimizda deysan. O'shanda aytuvdi shu dadam bechara. Uxla dedi, mana. Nimaga uxla deganini endi tushunyapman deysan o'shanda. Lekin o'shanda kech bo'ladi, men o'lib ketgan bo'laman bu dunyodan. Abu Bakr, uxla. Bo'ladimi? Mayli. Xudo ko'rib turibdi, Xudo bor senga, menga ham Xudo bor. Lekin noto'g'ri qilyapsan. Men sendan iltimos qilyapman, men. Ota iltimos qilsa qilish kerak, Abu Bakr. Uxlaysanmi? Mayli, omading bersin. Men ayang bilan unda boshqa xonaga ko'chib ketaman. Sizlar ikkalanglar bitta xonaga tiqib ketaveraman, farqi yo'q. Chota kelisha olmayapmiz, sen bilan bunaqasiga desam, bunaqa deyapsan, unaqa desam, bunaqa deyapsan. Nima qilish kerak? Uylar dodanglarnikida yashab, biz bilan yashamay, uxlatganini bermayapsan bizga. Bor endi ket yo'qol. Yo'q. Uxlaysanmi bo'pti? Yo'q. Bor yo'qolindi. Bilasan nimaga uxla deyapman, Abu Bakr? Masalan, mana seni singling bor, ha? Bitta singling bor, sen bilan 2 kishi. 2 kishi kam-ku, to'g'rimi? Biz futbolni komanda qilamiz deganmiz-ku, to'g'rimi? Senga yana singil, uka olib kelishim kerak-ku. O'shaning uchun uxla deyapman-da. Sen meni noto'g'ri tushunayotgan bo'lishing mumkin hozir. Dadam meni qo'ymayapti kechasi bilan o'ynashimga. Hali o'ynaysan. Hozir jon bolam uxlagin. Xo'p, bugun soat 9-10 gacha o'ynaysan, soat 11 da joyingga kirib, o'zingdan bilib, men uxladim oyi deb uxlab berasan, xo'p? Xo'pmi? Abu Bakr. Xo'p? Uxlaysanmi? Ha? Yo'q. Bo'lmasa uka, singil olib kelmayman desanga, boshqa bo'ldi. Unda bitta singling bilan yashayverasan. Zerikib, shuna katta davlatda zerikib, kalang. Zerikib ketasan, Abu Bakr, bir kishi bilan. Yoningga yana seni futbolni komanda qilib beraman deyapman. 10 ta 15 ta qilib tashlayman. Xo'p, uxlaysan, ha? Bor yo'qolay. Senga gapiraman.